deyarli mebelchiga aylanib bo'ldim va oxirgi qabul qilayotgan qarorim bu. Hammaga assalomu alaykum. Men namuna mebelga keldim. Uyni remont qilganda bilasizlar, eng qiyin jarayonlardan biri bu mebel tanlash, ayniqsa u yasattiriladigan bo'lsa. Shuning uchun men bir necha oy davomida turli xil o'sha mebel kompaniyalarini ko'rib chiqdim, tanladim, tenderlar o'tkazdim, narxlarni solishtirdim, sifatini o'rganib chiqdim, deyarli mebelchiga aylanib bo'ldim va oxirgi qabul qilayotgan qarorim bu namuna mebel bilan mana shartnoma tuzish arafasidamiz. Jahongir do'stimiz bizga yaxshi takliflar berdi, sifat bo'yicha, bitiruv muddatlari bo'yicha. Albatta, mana 23-may sanasi bugun shartnoma imzolayapmiz. Shartnoma bo'yicha 40 ish kunida biz mebelni tayyorlab berishimiz kerak hamda 10 ish kunida ustanov qilib beramiz deganmiz. Sizlar ham kuzatib boringlar. Aytilgan muddatda ulgurib qo'yib bera olamizmi, yo'qmi? Bu videoni o'ziga xosligi mana reklama emas, bu aynan men uchun ham kerak, chunki sanasi aytildi va shu sanada men o'sha bitiriladimi, yo'qmi, shuni ham bir tekshirib ko'raman. Endi bevosita shartnomani tuzsak bo'ladi, hammasini kelishib oldik. Sifati yuqori darajadaligini aytdingiz. Bitgandan keyin men yana bitta o'zim ham gapirib o'taman. Men sizlarga ishonch bildirganimdan keyin mening obunachilarim ham keyinchalik ishonch bildirishi mumkin. Sifatini men keyin tekshirib olaman. Umid qilamanki, vaqtida va men kutgan natija bo'ladi. Xudo xolasa, sizlar ham kuzatib boringlar. Natijasini yana Davron akam o'zlari ham alohida yana ko'rsatadilar. Transfer amalga oshdi.